Можно. Quyidagi rentgenni hozir birgalikda tahlil qilamiz. Bemorimizning sefalogrammasi. Bu yerda birinchi ko'radigan narsamiz bo'yin umurtqasi bo'yicha qaysi fazada turgani. Bizda 3-fazada turibdi. Burun bo'shlig'ida bizda adenoid muammosi bor va endi sefalogrammaga o'tamiz. Yuqori jag' bizda deyarli normal holatda, norma predelda joylashgan. Pastki jag'imiz bizda ozgina oldinga berilyapti. E'tibor bersanglar, mana bu yerda VITS bizda skeletal 3-klass beryapti. O'zi ko'rinishimizdan ham 3-klassga profil tortadi. Va bizda vertikal tekislik FMA 18, u 9. Norma bizda 25 gradus bo'lishi kerak. Ya'ni bu yerda low angle muammomiz bor, skeletalni, dentalni muammolar. E'tibor beramiz, yuqori markaziy tish nakloni bizda 22 bo'lishi kerak, 42 gradus chiqyapti. Yoki bo'lmasam palatal plane'ga nisbatan 108 bo'lishi kerak, 124 gradus chiqyapti. Bu degani yuqori markaziy tishimizda juda katta protruziya bor. Pastki markaziy tishimizda gradusi 25 bo'lishi kerak, bizda 24. Deyarli norma. Impa 90 bo'lishi kerak, bizda 97 gradus chiqyapti. Bu yerda normadan ozgina отклонение bor, ya'ni bizda ozgina protruziya bor. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, bu bemorimiz hali o'sish yoshida 3-fazada, skeletalni 3-klass, low angle. Endi savol, 3-klassni biz qayerdan olyapmiz degan joyi. Mana bu yerda bizda bitta masala bor. Yuqori jag' kalla sosiga nisbatan normada deyarli, pastki jag'imiz kalla sosiga nisbatan deyarli normada. Lekin biz 3-klass ko'ryapmiz. Sababi mana bu FMA da. Ya'ni bizda low angle bo'lgani uchun, normadan past bo'lgani uchun pastki jag' oldinga va yuqoriga rotatsiya qilgan. O'shaning hisobiga bizda VITS 3-klass beryapti. Bu bemorimizni davolashni vertikalizatsiya usulidan foydalansak bo'ladi. Ya'ni nima bo'ladi? Biz FMA ni kattalashtiramiz, vertikalizatsiya qilamiz. Low angle'imizni biz normal burchakka o'tkazganimizda pastki jag' pastga va orqaga rotatsiya qilish hisobiga biz 3-klass muammoni hal qilamiz. U 1-klassga o'tadi. Bizni diagnostika kursimizda sefalometrik analizni xuddi mana shunaqa shaklda diagnostika tahlil qilamiz. Har bitta qatnashchimiz mana shunaqangi individualniy o'zi bizga diagnoz tuzib beradi. Bo'ldi?